Bir sahoba bo'lgan ekan. U juda ham xasta bo'lgan, kasal bo'lgan, o'lim holatiga kelib qolgan, yotoqqa yotib qolgan, to'shakka yotgan. Uni bir xasis boy qo'shnisi bo'lgan. U boy qo'shnisi kelib, "Sen o'lyapsan, menga bolalaringni ber. Men ularni qornini to'yg'izaman. O'limimni oxirigacha qornini to'yg'izaman. Evaziga bolalaring menga xizmat qiladi, uyimda xizmatimni qiladi" degan. U yotoqdagi inson qo'shnisiga qarab, "Men 2 dunyo ularga yetadigan boylik berdim. U boylikni bilasanmi nimaligini?" dedi. Xasis hayron bo'lib, "Sen qanday boylik berishing mumkin bularga? Seni hech narsang yo'q" degan. U yotoqdagi inson, "Men Voqea surasini bularga vasiyat qildim. Ertalab, kechqurun Voqea surasini o'qigan inson hech qachon 2 dunyo och qolmaydi. Xohlasangiz 21 kun davomida Voqea surasini bir o'tirishda 41 martadan o'qib Allohdan so'rang. Butun baraka eshiklaringiz ochiladi. Inshaalloh Alloh izni bilan uyingizga Allohning barakalari yog'iladi. Ixlos bilan o'qing. Allohimga oson.